Uchqunaga mana Mega Planet, Yunusobod dehqon bozori hozir remont bo'lyapti. Metro bir qadam. Joy zo'r joy. Men mana 17 ni mosti Yunusobodda mana to'g'ri dom. 9 etajkani, xullas 4-qavatida 3 xona yevro remont chiqqan, hosillikchilarni ko'rsataman. 4-qavatga kirib oldik. Yangi, payzli, chiroyli xonadon. Hech kim yashamagan. Mana shu zaldan boshlaydi, mana zali katta, keng, shu ko'rsatganimdek mostga qaragan, konditsionerlar bor, chiroyli remont, pardalar, gilamlar. Endi ichini qolgani o'zingizlar ham to'ldirib, mehrib beraverasizlar. Mana Mamatni hammomi, mana bu yerda ham yaxshi kafel, yaxshi narsalar ishlatilgan. Buyog'imizda уже ikkita spalniy ketgan. Mana detskiy, sal kichikroq spalniy. Mana bu yog'i kattaroq, mana родительский, mana bu yoqda уже anaqa mebellarni ham tayyor olib kelib qo'yishdi, qiynalmaylar deb. Endi chiqamiz bu yoqda. Mana kiruvishga mana bu stroyniy shkaflar bor, kiyimlarni iladigan. Mana bu yerda mana hojatxona, bu yoqni ham ko'rsatib o'tdim. Alohida hojatxonasi bu yoqda. Endi bu yog'i mana oshxona. Tayyor, sodda, chiroyli, 4-qavat, 72 kvadrat, narxi 107.900 so'rashyapti. Joyi zo'r. Harakat qilinglar, yangi remont nasib qilsin hammangizga.